mana shu imbirni qirg'ichni eng kichkinasidan o'tkazasizlar. Mana chiqarib oldik. Keyin buni mana buni qaraydi. Mayin bo'lish uchun yaxshilab ezasizlar. Imbirga bitta limonni siqib, yaxshilab mana chapishtirsangiz, mana ko'tinglar suv chiqadi. Bundan keyin mana biza mana shu asalimizni ana bu taxminan shuncha soldim. Mana aralashtirdim. Ko'p aralashtirasiz mana. Asal kam. E'tibor berganingizda mana shu narsani qo'shasizlar. Tapashu. Yaxshilab chapishtiramiz bular. Mana. Buni xolodilnikka qo'yib qo'yib buni bunaqa idishga olib, buni solib qo'ysanglar. Xolodilnikda turadimi, turmaydimi, bu achimaydi. Mana shu tayyor masallig'imizni bu hozir svejiy bo'lgan shunaqa yumshoq turibdi. Xolodilnikka qo'ysanglar qattiq